صلوا على محمد صلوا على خير البشر طفوا على بيوته لتعرفوا أنقى الأسر زوجاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أول الله تعالى حمد aytamiz, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar aytamiz. Bugun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday muomala qilgan shuni o'tamiz darsimizda. Ya'ni birinchi bo'lib Alloh taologa qanday muomala qilgan, keyin ahli oilalarga qanday muomala qilgan, shularni o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolodan qo'rquvda, ya'ni Alloh taolodan qo'rqishda haqida bizga namuna. Muttarif otasidan rivoyat qiladiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namoz o'qiyotganini ko'rdim. Shu ko'ksidan haligi o vaqtda qo'l termanlar bo'lgan. Shunday ba'zi nimalarda hali qazonning bij-bijlab qaynayishiga o'xshagan bir izillagan bir davush kelib deydi. Allohdan qo'rqib, shunday bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'ksidan bir davush chiqqicha deydi. Namoz o'qiyotganda shunday davush men o'qigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni haligi Rasululloh Alloh taolodan qo'rqib, jilab mana shunday ibodat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ibn Abbos ham aytadiki, Abu Bakr roziyallohu anhu aytadiki, Abu Bakr payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng qarib sahoba bo'lgan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng qarib sahoba bo'lgan va o'zidan keyingi xalifa ham shul. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan 2 yosh mayda bo'lgan. Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab, "Ya Rasululloh, qad shibta" deydi. Ya'ni ey Rasululloh, qaridingiz deydi. Qarib qolibsiz deganda, shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shayyabatni hud wal waqi'a wal mursalat va amma yatasaalun va idha ash-shamsu kuwirat deydi. Meni Hud surasi, Voqea surasi, Mursalat surasi, Amma surasi, Takvir surasi qaritdi deydi. Ya'ni qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nima qaritabdi? Suralar va suralarning ichida voqea degan oyatlar qaritadi. Ya'ni oxiratga nisbatan jannat, qiyomat dahshatlari var. Takvir surasiga qarasak ham idha ash-shamsu kuwirat va idha an-nujumu kadarat. Bu hammasi qiyomatning holatlarini aytib beribdi. Mursalat surasi, Amma surasida ham amma yatasaalun boshlanishidan qiyomatdan boshlangan. Nima haqida so'raydi ular deydi. Anin naba'il azim, katta xabar haqida ular so'rayapti deydi, qiyomat haqida. Qarang, Mursalat ham xuddi shunday. Voqea ham 3 guruhga bo'lgan odamlardir. Ya'ni qiyomatga tegishli oyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptiki, meni qaritdi deyapti. Bugungi kunda biz qarasak, bizda nima qaritabdi? Nima o'ylantiribdi o'zi? Haligi Koron bozori janib ketganda bir odamda aytadi, "Aqsham deydi, ketdi deydi, bir necha pashka sigaret olib deydi, ertaman kelsa chachi oppoq bo'lib qolgan deydi. Tanimay qolaman deydi." Nima qaritabdi u odamni? Bitta vagon haligi nimasi? Daftar ruchkasi. To'g'ri, mal ketsa odam ziq bo'ladi, lekin bir darajagacha bo'lishlik kerak emas. Alloh taolo o'zi malni berdimi, o'zi oladi. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha degan. Mulkni xohlaganiga berasan degan. Deb aytganing deyapti. Ey Allohim, mulkni xohlaganiga berasan va xohlaganingdan tartib olasan degan. Shuning uchun mulkni berishni berasan degan. Chunki inson, odamzod nima? Mulkni uncha-muncha bermaydi. Zakotni zo'rg'a chiqaradi odamlar, musulmon odamlar. Shuning uchun tartib olasan degan. Alloh taolo tanzi'u deb tartib olasan degan meni ishlatgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uchun dunyoda zohidlik, ya'ni taqvoga haqida bizga namuna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Umar roziyallohu anhu kiradi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kuni. Umar roziyallohu anhu 2-xalifa. Keyin qarasaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir bo'yraning ustida yotibdi. Mana qarasa bir haligi kalasining astida dastiq
teridan bo'lgan. Terining ichida haligi xurmoning o'zimizda paxali bo'ladi-ku, xurmoning paxali bo'lgan. Xurmo daraxtining barglarining paxalari. Bu yoqqa qarasa bir haligi ashlanmagan bir nima teri turibdi. Boshqa narsa yo'q Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida. Buyraning ustiga yotibdi. Hatto buyraning izlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nimalariga, biqinlariga asorat qilgan. Shunda Umar shunday jilab qoladi holatni ko'rib. Chunki Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qadrini bilgichi edi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning huzurida eng mahluqotlarning ichida eng ulug' zot. Adam alayhisalomdan ham ustun, boshqa hamma payg'ambarlardan ustun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi shunday ulug', shunday rahmat zot buyraning ustida yotibdi, uyida hech nimasi yo'q. Birta mundayga postek turibdi u yerda. Boshiga qo'ygan narsasi haligi paxaldan bo'lib yotibdi, xurmoning paxalidan. Bellariga haligi buyraning izlari botib ketgan. Shu holatni ko'rib Umar radhiyallohu anhu qattiq jilaydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turib, "Ey Umar, seni nima jilatabdi?" deydi. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadiki, Kisro podsholariga qarasak, mana Rum podsholariga qarang deydi. Qanday bir taxtlarda, qanday bir qasrlarning ichida turibdi. Siz bo'lsa bu ahvoldasiz deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, ularga bu dunyo bo'lishligiga va biz uchun esa jannat bo'lishligiga rozi bo'lmaysangmi?" deydi. Shuning uchun inson biz odamda faqirlikman yoki boylikman, boy odamga qarasak Alloh taolo berib degan, Alloh yaxshi ko'radi degan deb qolmaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning holatiga qaraylik. Vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Merojga ko'tarilib chiqib borganda Maloika Jibril borolmagan joydan o'tib ketgan Alloh taoloning oldiga. Jibril aytganki, shu yerdan bu yoqqa o'tsam, tamom qanotim kuyib ketdi, mumkin emas degan bu yoqqa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketgan. Shu daraja Ibrohim alayhisalom 7-osmonda Ibrohim alayhisalomdan ham o'tib ketgan. Bu kimlar? Bu Nuh, bu Idris, bu Musa, Iso, bu Adam alayhisalom hammasi bu yoqda qolib ketgan. Qarang, shunchalik ulug' payg'ambar, ya'ni dunyoda yashashiga qarasak biz mana shu ahvolda yashayapti. Yana aytayaptiki, ular uchun bu dunyo deydi. Ya'ni kofirlar uchun bu dunyo. Musulmonlar uchun haqiqiy musulmon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz namuna bor biz uchun. Biz uchun oxirat. Shuning uchun biz tashqi ko'rinishga qarab, boylik, kambag'allikqa qarab baho bermaylik. Bahoni Alloh taolo beradi. Qiyomat kunida siz najot tavib, tarazingiz avr kelib, hisob kitobsiz Alloh taolo sizni mag'firat qilib, o'zining fazli bilan shu kechirib, haligi Sirot ko'prigidan o'tkazib yuborsa, do'zaxga tushmay, ana shu haqiqiy, ana shu baxtli odam, ana shu odam bo'ladi. Bo'lmasa boshqa biz bilmaymiz holimiz nima bo'ladi hali qiyomat kunida. Alloh taolo gunohlarimizni kechirishligini so'raymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni dunyoda zohid bo'lishlikka, kamtar bo'lishlikka urg'u bergichi edi. O'zining tuyalarining, o'sha atlarining, haligi o'zimizda jabtiq chirgilari bor. Ana shu narsalari 4 dirham turmoqchi deydi. Ya'ni o'sha haligi to'qimlari deymiz-ku, to'qimlari ham shunday bir 4 dirham bor. 4 dirham degani hozir o'sha 1 dirhamimiz 3 gram nuqra bo'ladi. Nuqraning qadri yo'q hozir bozorda. To'g'ri, hozir u davrdan ko'ra narxi yana pasayib ketgan necha barobar, lekin baribir shu davrda ham 4 dirham hech nima pul emas, pul bo'lmagan. Shunday holatda bo'lib ham turib, yana dunyoda nima qilgan degan, taqvo qilib, zohid bo'lgan, kamtar bo'lgan, dunyoga berilib ketmagan degan. Hatto hali keladi bizga inshaalloh. Fatima onamizga men Ali roziyallohu anhuga bir ansorlik bir tabaq ovqat olib kelib beradi. Shunda Fatima onamiz atamni chaqirsak edi, Rasulullohni chaqirsak edi deydi. Shunda Ali roziyallohu anhu chaqirib keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi keladi. Qarang, bilan mana shu haligi jo'qchilikdan bir tabaq ovqatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib yesin deydi. Qarang. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib qaraydi,
Fatima qizining uyining eshigida bir qimmatroq, bir naqsh qilingan har xil bir parda asilib turgan bo'ladi. Shuni ko'radi-da, qaytib ketadi, uyiga kirib ovqatini ham yemaydi. Shunda qaytib borganda bu qissa Imom Buxoriy rivoyat qilgan, sahih qissa ya'ni. Qaytib borganda nimaga kirmadi ekan deb so'raganda, keyin payg'ambarning qizig'i mening pardalar bo'lishligi mumkin emas deb aytadi. Imom Buxoriy rivoyat qiladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana Alloh taoloning va'dasiga haqiqiy yaqinan ishonishimiz kerak ekan biz. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz bu yaqinni ham. Bitta sunnati Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qiladiki, bir kishi aytdi kimga? Barro radhiyallohu anhuga. Sizlar Hunayn kuni qachqansizlar dedi. Ya'ni Hunayn kuni haqiqatan urush bu fathdan keyin bo'ladi. Musulmonlar qariyb 10 mingdan ziyod bo'ladi. Toyif tomonga borib Hunayn urushiga boraverganda riyat uzun bo'lib ketadi. Dushmanlar birdaniga terlar bilan hujum qiladi. Oldingi safdagi odamlar biroz qochadi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin odamlarni to'xtatib, hammani chaqirib, muhojirlar, ansorlarni chaqirib, keyin yana ularni mag'lub qiladi. Shunda shu sahobaga aytganda, sizlar Hunayn kuni qachdingizlar deganda, la vallohi ma valla an-nabiy deydi. Allohga qasamki, nega Rasululloh qochmadi deydi. Qarang, shuncha dushmandan shuncha o'qlar kelib turganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qochmay turgan. Hatto aytganki, lekin odamlarning shashqalog'i boshida bo'lganlar qochdi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aq xachirining ustida edi. Abu Sufyon ibn Haris, amakisining o'g'li, juganidan ushlab turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytardiki, ana nabiy la kadib degan. Men payg'ambar, haqiqiy payg'ambarman. O'ttirib emas bu narsa. Men Abdul Muttolibning o'g'liman deb aytishadi. Qarang, shijoatni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sabr qilishligida, afv kechirishligida biz uchun namuna. Tavrotda kelgan, buni Imom Buxoriy rivoyat qiladi, Amr ibn Osdan. Tavrotda kelganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifati Tavrotda zikr qilingan. Mana shunday deb. Laysa bi faddin wala ghalijin wala sahabin bil aswaq. Qo'pol emas deydi u payg'ambar. Hali kelajakda keladigan Muhammad payg'ambar qo'pol bo'lmaydi u. Qalbi qattiq ham bo'lmaydi. Bozorlarda shavqin qilib jiradigan ham emas. Jamonlikman qaytarmaydi degan. Balki kechiradi, afv qiladi degan. Bu sifatlar qarang, inson kechirishlik kerak ekan. Bir odam jamonlik qildimi, qaytarib unga jamonlik qilmang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning agar sunnatini qilaman desangiz, unga yaxshilik bilan javob bering. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p istig'for, ko'p tavba aytishda, mana Alloh taologa ko'p tavba qilishda biz uchun namuna bo'lib bergan. Abu Hurayra aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, vallohi deydi, Alloh taologa qasam ichib aytamanki, qarang Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma qasamlari Alloh bilan ichgan. Chunki shariat islomda biz Alloh taologa qasam ichishligimiz kerak. Vallohi billahi talloh, Allohga qasam ichaman deb aytishligimiz kerak. Boshqa lafzlar mana kelgan, ya'ni jonim onun qo'lida bo'lgan shu zotga qasam ichaman deb aytgan. Lekin Alloh taolodan boshqa narsaga qasam ichib bo'lmaydi. Masalan, o'zimizda ko'p gaplar bor, nan ursin, tuz ursin, faloncha ursin, bir ursin. Bular qasam emas bular. Bu balki shirkka olib boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganki, man halafa bi g'ayrillahi faqad ashrak degan. Kimki Alloh taolodan boshqa narsa bilan qasam ichsa, u shirk qilibdi degan. Bu shirk degani bu jannatga bora olmaysiz degan. Ya'ni shu biz qasamimizda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Allohga qasam ichishligimiz kerak, ya'ni Allohga, chunki bizning oldimizda Alloh taolodan boshqa bir ulug' narsa bormi? Yo'q. U Allohdan boshqa ulug' bir narsa bor desa, u hali iymonni qaytadan musulmon bo'lmasin u odam. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kecha kunduzda, ya'ni bir 70 marta, ba'zi rivoyatlarda 100 marta istig'for aytaman degan. Ya'ni joyda turib astag'firulloh, astag'firulloh, ketaversa ham astag'firulloh, astag'firulloh ichida. Buning uchun bizga tayret kerak emas. Qiblaga qarab turishligimiz kerak emas. Ishlayapmizmi, bir nima ishlar qilyapmizmi? Shu tilimiz zikr bo'lsin, Alloh taoloni eslab turaylik. Shuning uchun aytadiki, eng yaxshi odam kim desa,
Bu hech aytolmaymiz, bir odam ishlaydi, bir odam boshqa odamlarning ishlari, kasblari har xil. Shuncha aytadiki, eng yaxshi odam deydi, eng afzal odam bu qaysi holatda bo'lmasin Alloh taoloni eslab tursa, ana shu odam deydi. Hatto bir sahobiy Abdulloh ibn Busr degan sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir odam keldi deydi. Aytdi deydi, shariatda ko'p amallar ko'p deydi. Namoz o'qish bor, roza tutish, nafllar juda ko'p, kechali turib ibodat qilish. Ya'ni Alloh taologa qarablashaman desangiz, chin ko'p yo'llari. Sadaqa qilasiz, boshqa chin ko'p. Menga bir narsani o'rgating deydi, shularni jamlaydigan bo'lsin deydi. Qarang sahobaning savolini. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sening tiling hamisha Allohning zikri bilan ho'l bo'lib tursin deydi. Sening tiling Alloh taoloning zikri bilan ho'l bo'lib tursang, shunda sen ko'p yaxshiliklarni jamlaysan deydi. Shuning uchun biz ishlayapmizmi, mashinada ketapmizmi, bir o'tirib ishlaysizmi, nima qiling? Hayratingiz bo'lmasa ham, boshqa jatibsizmi? Astagfirulloh, 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 subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb Robbimizni biz ulug'lab turishligimiz kerak. Buni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibodat qilishda biz uchun namunadir. Oysha onamiz aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechalik turib namoz o'qig'ida oyoqlari shishib ketgisi tikka turganidan deydi. Keyin men aytdimki, ey Rasululloh, sizning o'tgan gunohlaringiz ham, kelajakda keladigan gunohlaringiz ham kechirilgan bo'lsa, yana shunda ibodat qilasizmi deganda, afala akunu abdan shakura? Shunday degichi edi. Men shukr qiluvchi banda bo'lmayinmi axir degichi edi. Ya'ni Alloh taologa biz shukr qiluvchi banda bo'lishligimiz kerak. Birimizni qarasak hozir qandaydir fohishaning orqasidan jiribdi, qandaydir konsertning orqasidan jiribdi, qo'mirbozlik qilib jiribdi odamlar. Allah alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah deydi Alloh taolo. Iymon keltirgan odamlarga qalblari Allohdan qo'rqish vaqti kelmadimi deydi. Ya'ni biz tavba qilib Alloh taologa qaytish vaqtimiz kelmadimi hali ham? Hali ham shu botqiq gunohlarda jiraveramizmi biz? Qachon qaytamiz biz Alloh taologa? Qachon qaytamiz? O'lganimizdan keyin qaytamizmi? U o'lganimizdan keyin tavbamiz qabul bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Innalloha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir deydi. Albatta Alloh taolo bandaning tavbasini qabul qiladi, modomiki shu joni mana shu g'arg'araga kelmagungacha deydi. Lekin jon g'arg'araga kelgandan keyin boshqa tavba qabul qilinmaydi. Boshqa siz uchun malakul mautlarni ko'rib boshlaymiz biz. Shuning uchun Alloh taologa biz qaytaylik. Robbimizdan tavba so'raylik. Kechirsin bizni, gunohlarimizni kechirsin. Alloh taolo bizning hammamizni kechirsin, to'g'ri yo'lga boshqarsin. Ubayd ibn Umayr aytadiki, Oysha onamizning oldiga, Aysha onamizning oldiga Oysha onamizdan so'ragan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir eng ajib bir ko'rgan narsalaringizdan bizga aytib bering degan. Ubayd ibn Umayr aytadiki, Oysha onamizga aytdimki, shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan, ya'ni Oysha onamiz bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari, umma bizga ayna bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng ajib narsalaringizni gapirib bering deganda, shunda biroz jim turdi deydi. Indamay turdi-da, keyin aytdiki, bir kecha menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarab aytdiki, "Ya Aisha" dedi. Ey Oysha, meni qo'yg'ining bir kecha Robbimda ibodat qilayin dedi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayoli Oyshaga qarab, sen bugun meni qo'yg'ining, men mana shu Robbim, mana shu kechada Robbimda ibodat qilayin deyapti. Bo'lmasa har kecha ibodat qilsa edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tahajjudni taylamagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Farz namozini qo'ying. Farz namozini hamisha jamoatda imom bobo o'qib bergan. Bugungi kunda biz musulmonlar hatto tahajjudni qo'ying, bu farz namozlarda masalan. Taylayapsiz, isloh qilsin hollarimizni. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turdida namozni boshladi deydi. Namozni boshlagandan jilab boshladi. Shuncha jiladiki, jilab ag'ib mana ko'kraklar ho'l bo'lib qoldi deydi. Keyin yana voqea berdi. Keyin mana bir ag'ib hatto saqallari ho'l bo'lib qoldi deydi.
Keyin yana o'qiy berdi namozni, shuncha jiladiki, hatto suv pastga tushib yerni ho'l qildi deydi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib, Alloh taologa munojot qilib, yerni ho'l qilib tashladi deydi. Hatto ko'z yoshlari bilan. Keyin Bilol azon aytdi deydi. Ertamangacha namoz o'qigan. Bilol azon aytdi deydi. Shunda Bilol keldi deydi, qaradi holatni ko'rdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning holatini. Keyin aytdiki, ya Rasululloh, sizning o'tgan gunohlaringiz, kelajakdagi gunohlaringiz kechirilgan. Yana shunday namoz o'qiysizmi deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, afala akunu abdan shakura, men shukr qiluvchi banda bo'lmayinmi degan. Haqiqiy shukr qilaman degan odam Allohga Rasulullohdan o'rganadi shukr qilishni. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shukr qilishni o'rganamiz. Laqad nazalat alayya al-laylata ayatun deydi. Bugun kechada bir oyat menga tushdi. Waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha deydi. Bugun kechada bir oyat menga tushdi. Kimki uni o'qib tafakkur qilmasa, u odamga voyil bo'lsin deydi. Voyil degani bu do'zax bo'lsin degan. Do'zaxda bir chuqurlik ham deydi, azob bo'lsin degan. Bu oyat inna fi xalqis samawati wal ardi va ixtilafil layl wan nahari la ayatin li ulil albab degan oyat. Ya'ni Ali Imron surasining 190-oyat. Buning ma'nosi albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzning yaratilishlarida aqlli odamlar uchun mo'jizalar bor deydi. Ya'ni Alloh taoloning mahluqotlarida, yerning, osmonning yaratilishida, tog'larda suvga qaraymiz, ichamiz, daraxtga qaraymiz, meva beribdi, tarvuz, qovun, meva, cheva, boshqa narsaga qaraymiz. Adam tafakkur qilishligi kerak-da. Alloh taologa qarangki, to'proq javon javodi, to'proqning aslida tarvuz hech nima yo'q. Alloh taolo maydagina tuxumchadan shuni ko'gartiradi. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un deydi. Uni sizlar ko'gartasizlarmi yo biz ko'gartamizmi deydi. Alloh aytayapti. Keyin chiqaradi, qarang, po'chag'i bor, po'chag'i har bir narsaga po'chaq qilgan. Qabiq po'chaqning ichida shunday shirin, qarang, tarvuzning suvi boshqacha, qovunning shirinligi boshqa. Tarvuzning ichida bir-biridan farq qiladigani bor, qovundan bir-biridan farq qiladigani bor. Olmani qaramaysizmi? Shunday ko'p mevalarni qilib, odam tafakkur qilishligi kerak. Masalan, buning qarshisida bir sok zavodi bor. Sok uchun zavod qurishlik kerak, odamlarga pul aylashimiz kerak. Unga haligi po'chaq deymiz-ku, po'chaq uchun alohida pul aylashimiz kerak, reklamaga pul sarflashimiz kerak, uni olib kelish kerak. Bu tan qancha turgandan keyin buziladi u. Ya'ni shuncha mehnatlar orqasida baribir hali tarvuzning nimasini beraman desa, tarvuz qovunning aqalanda. Masalan, mandarin bo'lami. Shuning bu hali nima deydi? Original emas deymiz-ku baribir. Haqiqatan to'g'ri-da. Chunki Alloh taolo o'zi yerning ostidan chiqarib turibdi. Haqiqiy bir nimasi Alloh taoloning hikmati bu, chin keng bu. Biz ko'p shukr qilishimiz kerak. Ro'za oylarida ko'p Alloh taolo ko'p shunchalik saxovatmon bo'lardi, hali esadigan shamoldan ham saxovatmon bo'lib ketdi. Esadigan shamol birinchi yorda qaldirmay ketadi-ku, tiyib ketadi-ku. Hamma narsani tarqatib berkichadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qur'on o'qishda, hatto ro'za tutishda ham ba'zi vaqt shunday ro'za ko'p og'izchadiki deydi, biz ro'zani kam olmaylik deydi. Ba'zi vaqt ro'zani ochiqcha deydi, ro'za tutmaymi ekan deb qarashak deydi. Lekin biran oyda to'liq ro'za olmagan, ro'za oydan boshqa. Ko'p ro'za tutgan oylari bu Sha'bon oyida ko'p tutgan. Keyin boshqa oylarda dushanba, panshanba kunlar oyning o'rtalarida 3 kun tutgan. Qur'on o'qishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uchun namuna. Qur'onni dana o'qishadi. Rahman, Rahim deb cho'zg'ichadi. Tez virillatib o'qib ketmaydi. Biz Qur'on o'qishda o'rganishligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, alif lam mim bitta harf emas deydi. Alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Har bir harf uchun deydi 10 tadan savob. Alif lam mim degan odamga 30 ta savob bor deydi. Bir sahifada nechta harf bor, necha istalar.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan holatda ham, tik turgan holatda ham, jambashlagan holatda ham, taraytib bo'lsa ham, taraytib bo'lmasa ham Qur'onni o'qib berishdi. Faqat janobат holatida o'qimaganni kelgan. Lekin zikr kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr, Alloh taolo zikr qilishligida hamma holatda Oysha onamiz aytadiki, zikr qilishdi. Bir holat istisno emas. Jatgan holatda ham, turgan holatda ham, jilgan holatda ham, qaysi holatda bo'lmasin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni zikr qilishdi. Ya'ni zikrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz biz. Zikr uchun biz maxsus bir halqa bo'lishligimiz shart emas. Maxsus bir odam bizga tayinlashligi shart emas falon vaqtda. Yo'q. Ertamen, kechqurun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim zikr qiladi. Namozida, ro'zasida, uylanishida bizga namuna bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda. Oysha onamizning oldiga bir kuni 3 odam keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ibodati haqida so'radi. Rasululloh qanaqa ibodat qiladi, qanday ibodat qiladi deganda, Oysha onamiz aytib berdi, shunday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam holatini aytib berdi. Ya'ni ro'za ham tutadi, ro'zasini ochadi, namoz o'qiydi, uxlaydi ham deganda, ular aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu o'tgan gunohlari, kelajakda hamma gunohlari kechirilgan bo'lsa, biz bir gunohkor odam bo'lsak, biz ko'proq qilishligimiz kerak dedi. Shunda birov aytdiki, men bo'lsam har kechani namoz o'qiyman dedi. Ya'ni kechani ibodat qilib o'tkazaman dedi, namozman. Bu ikkinchisi aytdiki, men doim ro'za tutaman, ro'zamni ochmayman dedi. Har kuni ro'za tutaman dedi. Uchinchisi aytdiki, men uylanmayman dedi. Ya'ni uylensam maqsad ahli ayolim Allohning ibodatidan to'sadi degan maqsadda. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qanchadan keyin keldi. Oysha onamiz keyin ularning voqeasini aytib berdi. 3 odam keldi. Shunday sizning ibodatingiz haqida so'radi. Men ularga aytib berdim. Ular kam sanatdami? Ular hali ketgan yo'q edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqdi-da, aytdi, "Seni shu 3 odam sangarmi?" dedi. "Ne shunday degan sengarmi?" dedi. "Ha" dedi. Birov uylanmayman degan, birov ertalimgacha har kecha namoz o'qiyman, birov aytdi, har kuni ro'za tutaman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh taologa eng taqvodorlaring, eng qo'rquvchi odamlaring men dedi. Lekin men ro'za ham tutaman, ba'zi vaqt ochaman, namoz ham o'qiyman, yana bir qismi yana kechada uxlab dam olaman dedi. Yana ayollarga uylanaman ham dedi. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas dedi, bizdan emas dedi. Qarang bak. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas. Shuning uchun biz ifrotga ham, tafritga ham ketish kerak emas. Bunday sust bo'lib turib, hamma ibodatlarni taylash kerak emas. Yoki ibodat qilaman deb dunyoning hammasini taylash kerak emas. Chunki bizda badanimizning ham haqqi bor, Allohning ham haqqi bor, ahli oilamizning haqqi bor. Har birda haq egasini haqqini berishimiz kerak. Bilamiz Salmon bin Abu Dardoning voqeasini. Keyin shunman darsimiz oxiriga yetib ekan. Bu darsda nima foyda olamiz biz? Birinchisi, namozni biz xushu xuzuman o'qishligimiz kerak ekan. Ya'ni inson Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganda haligi qazanda bijirlab qaynaydi-yu, ana shunday ovoz keladi degan. Vaqtda tirmanlar bo'lgan, ana shu tinglagan ovoz kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. Yani jillab turib o'qigan namozlarni. Yani bu Oysha onamizning hadisida saqali ho'l bo'lib, ko'kraklari ho'l bo'lib, jerda ho'l qilgan deydi. Ertamangacha o'qigan. Biz bo'lsa namozimizni chala-chula o'qiymiz. Huzayfa radhiyallohu anhuning oldiga bir odam keldi. Namoz o'qidi. Keyin chaqirdi, "Sen qanchadan beri namoz o'qiysan?" dedi. 40 yil dedi. 40 yil sen namoz o'qimabsan dedi. Qarg'acha o'qish qilib o'qigan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidda edi. Sahih hadisda. Bir odam kelib namoz o'qiydi. Qayt namozingni boshqatdan o'qi, sen namoz o'qimading deydi. 3 marta qaytaraman. Keyin bilmayman shu naziyatini deganda, keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turib hamma ibodatini ko'rsatgan. Ya'ni namoz o'qiganda Alloh taoloman qarshilab Alloh taoloman biz munojat qilamiz. Oddiy boshqa odamlar emasmiz. Masalan, bir katta bir raisari odam kelsa, uning oldida biz o'zimizni hurmatlab tutib, telefonlarni bezuq qilib turamiz-ku. Baland gapirmang deb. Raislar nima? Alloh taoloning qarshisida biz turib
muomala qilyapmiz, gapiryapmiz biz Alloh taoloman. Alloh taoloman masalan munojot qilganda Alloh biz tez qarg'acha o'qish qilishimiz to'g'ri kelmaydi-ku. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sen namoz o'qimading dedi. Shuning uchun inson namoz o'qiganda ko'p diqqatli bo'lishimiz kerak. Biz namozdan ham oldin tayretda ehtiyot qilishimiz kerak. Hatto bir marta safarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozni nima qilgan o'qiyotganda sahobalar kamgina sarosima bo'ldi, kelib qo'shildi. Tabanlarning orqasida men shunchagina aqliq joy jo'lmagandi degani. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, jo'lmagan joyga dedi, do'zaxdan o't tegdi dedi. Do'zax bo'lsin dedi. Shunda qaytib kelib juvib haligi tayretda olib, keyin namoz o'qidilar. Shuning uchun biz avval tayretga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yaxshi komil tayret olishimiz kerak. Keyin yaxshi namoz o'qishimiz kerak. Alloh taolo isloh qilsin holimizni. Ikkinchi payda har kimda har narsa qaritadi. Bugungi kunda qarasak, kimdadir bir haligi biznesi bo'lsa, shol bankrot bo'lib ketsa, shol bechara qaritib ketadi. Chachlari ag'aribmi yoki shon g'amida bo'lib yuradi. Kimdadir bir ayol qaritadi. Kimdadir bir qiz qaritadi. Kimdadir bir qimor o'yin qaritadi. Kimdadir bir boshqa yana bir narsalar qaritadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda Hud surasi, Voqea surasi, Mursalot surasi, Amma surasi, Takvir surasi qaritgan. Abu Bakr so'raganda meni shu suralar qaritdi degani bu qiyomat oyatlari ko'p. Mana shu qiyomat oyatlarini eshitib, shuni ko'p o'ylab yursa, haqiqiy bu baxt bu. Bu o'zi qaritish emas, bu oxiratga tayyorgarlik deydi buni. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chach saqallari appiq bo'lib qolmagan. Sanaganda 14 ta yoki 18 ta bo'lgan deydi. Biroz mana shu yerlarga bir ikkita, bu yerlarga bir ikkita qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi dunyoda yigit bo'lib vafot etgan deydilar. Masalan, nima bo'lgan yo'q. Shuning uchun biz nima bizni qaritabdi, nima o'ylantiribdi, shunga ko'p diqqat qilishimiz kerak. Ba'zi odamlarda ko'rasiz, mashinaning bir yeri tirnalsa, shunman urush janjal to'xtatib nima qilib, ahvo bir mashin bo'lsa, temir, ertaga u mashiningiz ham hammasi yerning astiga kirib ketadi. Pachaq bu bir narsasini ololmaysiz. Yer qimirlaydi, Alloh taolo qiyomatga nima qilganda, hatto shunday darajagacha yoki bir hamsa ham bitta qarish joyda urushadi, janjal qilib. Men shu narsani haligi ko'rmay, naniga ham bormay jirladi. Alloh taolo isloh qilsin. Uchinchi, oxiratga biz narsa tayyorlab qo'yishligimiz kerak ekan. Oxiratga haqiqatan bizga Alloh taolo Qur'onda "Val tanzur nafsun ma qaddamat lig'ad" deydi. Har bir nafs qarasin ertaga nima tayyorlab qo'yibdi deydi. Umar roziyallohu anhu aytadi, kecha o'zini hisob kitob qilg'ichdi deydi. Hatto aytqichadiki, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seni o'zlaringni hisob kitob qilinglar. Qana bugun men nima yaxshilik qildim, nima yomonlik qildim deydi. To'rtinchi paydamiz Alloh taoloning va'dasiga biz ishonishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali Hunayn urushida qaradi, men haqiqiy payg'ambarman, men o'tirikchi emasman. Men Abdul Muttalibning uliman deb terlarning oldida ham shunday turib mahkam turgan. Haqiqiy Alloh qiyomatga ishonishligimiz kerak. Hisob kitobimiz bor. Alloh hisob kitob qiladi. Alloh bizni kechirsin. 5-chi payda mahluqotlar haqida o'ylashligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyatni o'qib jiladi-yu, ho'l bo'lib ketdi, saqallari, ko'kslari, yer ho'l bo'lib ketdi. Oyat tushdi dedi. Agar kim o'qib tafakkur qilmasa, unga vayl bo'lsin dedi. Inna fi xalqis samawati wal ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Osmonlar yerlarning yaratilishida, kecha va kunduzning aylanishida qarang, yaratilishida
aqli bor odamlar uchun mo'jiza bu deyapti. Shuncha yil yashadik, bir marta o'ylab ko'rdikmi? Kim bu aslida kunduz qilibdi, kim kechasini qilibdi? Kim bu osmonning egasi? Yerda qarang shuncha ne'matlar. Alhamdulillah, Alloh taologa hamd aytdikmi biz? Alloh taolo kechirsin gunohlarimizni. Axirgi bizning nima? Qur'onni to'g'ri o'qishligimiz kerak ekan. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni dana-dana o'qigan. Qur'onni dana-dana o'qigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tajvidni o'qishni o'rganishligimiz kerak ekan. Asosan Qur'onni o'qishdan yana ustun tarjimon Qur'onni ko'p o'qishligimiz kerak. Hozir qarasak, internet to'la Play Marketlarning ichida tarjimonlari bor yoki nimalarda tafsir darslari bor, hadisdan darslar bor. Biz eshitishligimiz kerak. Darslik qo'yib turib har kuni mana shu darsni eshitaman deb darsliklarni eshitishimiz kerak biz Qur'ondan. Chunki ertaga qiyomat kunida Alloh taoloning oldiga borganda biz bir narsa olib borishligimiz kerak. Alloh taolo bizni kechirsin, gunohlarimizni kechirsin, bizning xalqimizni hidoyat qilsin, to'g'ri yo'lga boshqarsin. Hammamizni kechirsin. Zurriyotlarimizni ham kechirsin. Bizni o'zining oldiga borganimizda gunohlarimizdan kechib, o'zining fazl va rahmati bilan Firdavs jannatiga kirgizsin. Allohumma salli ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim.